Shakalar bo'limida kredit masalasi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa 17 million so'mdan biznesga birinchi qadam degan kreditlarimiz bor. Ishlash shartnomaga o'zini o'zi band qilgan shaxslarga bir dona kafil bilan plastikka tushirib beramiz. Bu eng maksimal miqdori 17 milliongacha. 2 yil muddatga beramiz. 27% bo'ladi. Foizi bemalol foydalanib, maqsadsiz bo'ladi. Bemalol maqsadli bo'lsa ham foydalanishlar mumkin. Olib, kafil asosida bo'ladi. Bemalol olib foydalanishlar mumkin. Keyin hozir bizda bor, faqat ishlovchi xodimlarga ipoteka kreditlarimiz bor. Bu faqat ishlaydigan doimiy daromadga ega bo'lish kerak. 20 yilgacha yangi mana domlar tushyapti-ku, o'zimizda yangi domlarni sotib olishinglar mumkin shu kredit asosida 20 yilga agar birlamchi